Bugun tush ko'rinman. Tushimda yap-yashil so'qol somsa yeyotgan ekanman. O'rnimdan turdim, adasi yuring toqqa chiqaylik, so'qol somsa yeymiz desam, "Yo'q xotin, uyda o'tir, ustalaringni boq" deb ketdilar. Jahl bilan o'zim uyda so'qol somsa pishirishni boshladim. Mani qilgan retseptim bilan nafaqat o'zimiz, ustalarimizga ham somsamiz yetdi. 1 minutda sizga ham o'rgatib qo'yaman, albatta saqlab oling. Agar menga o'xshab tushingizda emas, o'ngingizni yap-yashilidan yegiz kelsa, ismaloqni blenderga solib, sut bilan yaxshilab blenderlab oling. Tayyor bo'lgan massani sitidan o'tkazing, quyug'ini ichiga, suyug'ini esa ustiga olib qo'ying. Endi yashil sutimiz ustiga 1 choy qoshiqda soda, bitta tuxum va 2 cho'mich yog' soling. Massamiz tayyor. Endi keragicha oqqo'rg'on unlaridan solib yaxshilab venchiklab oling. Nachinkasiga esa ismaloq, motor va yalpizdan to'rab-to'rab qovurib oling. Blenderdan chiqqan qoldig'ini ham qo'shib oling. Yanada ham chiroyli chiqishi uchun albatta tovada emas, blinitsada pishiring. Albatta grammajlarini opisaniyada qoldiraman. Pishgan yeguligimiz ustiga sariyoni surib olsangiz shunaqa mazali bo'ladi. Albatta xamirlarni mayin va chiroyli bo'lib chiqishida menga oqqo'rg'on unlari yordamga keldi. Sizga ham tavsiya qilaman, ishlatib ko'ring.